Diqqat! Energetika vaziri bajara olmagan va'dasi yuzasidan izoh berildi. Asosiy savollar ochiq qolmoqda. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosing va bizga obuna bo'lib qo'ying. Farg'ona viloyati Beshariq tumanida metan konteynerlarga gaz to'ldirishni ta'minlash uchun kompressor stansiyasi qurilishi olib borilmoqda. Bu haqda Energetika vazirligi matbuot xizmati metan konteynerlar nima uchun aytilgan vaqtda ishga tushirilmagani yuzasidan Daryo'ga bergan izohida ma'lum qildi. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov 11 dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisida hisobot berib, vodiydagi metan zapravkalarda cheklovlar kiritilganida ko'chma konteynerlar orqali tabiiy gaz yetkazib berish tizimi 22 dekabr ishga tushirilishini ta'kidlagandi. Lekin bu gaplar aytilgan kundan qariyb bir oy vaqt o'tgan bo'lsa-da, metan konteynerlar ishga tushirilganicha yo'q. Mazkur holat yuzasidan Energetika vaziri matbuot kotibi Dildora Hoshimova tushuntirish berdi. Uning aytishicha, ayni paytda Farg'ona viloyati Beshariq tumanida ushbu konteynerlarga gaz to'ldirish kompressor stansiyasi qurilmoqda. Mazkur obyektda tegishli komissiya o'rganish o'tkazdi. Sozlash, ishga tushirish ishlari amalga oshirilmoqda. Qurilish jarayonida qo'shimcha texnik va xavfsizlik talablarini ta'minlash zarurati bo'lgani sababli ishlar ma'lum vaqt talab etmoqda. Ushbu texnik talablar to'liq bajarilgandan so'ng obyektni komissiya tomonidan belgilangan tartibda qabul qilish rejalashtirilgan, dedi u. Dildora Hoshimovaning qo'shimcha qilishicha, ko'chma metan gaz konteynerlardan foydalanish bo'yicha tegishli qaror loyihasi ishlab chiqilgan va hozirda manfaatdor tashkilotlar bilan kelishish jarayonida. Ushbu hujjat konteynerlar faoliyatini huquqiy jihatdan tartibga solishga xizmat qiladi. Konteynerlar faoliyatiga oid qo'shimcha ma'lumotlar yaqin kunlarda jamoatchilikka yetkaziladi, dedi vazirlik mas'uli. Vazirlik matbuot xizmati bergan axborotdan so'ng savollar ko'paysa ko'paydiki, lekin kamaygani yo'q. Ochiq qolayotgan savollar: qishning yarmi o'tib bo'ldi, stansiya qachon ishga tushadi? Vazir Jo'rabek Mirzamahmudov deputatlarga va'da berayotganida texnik ishlardan bexabar bo'lganmi? Ko'chma metan gaz konteynerlardan foydalanish bo'yicha me'yoriy hujjat bo'lmay turib, nega 150 ta gaz konteynerga ega maxsus mashinalar xarid qilindi? Loyihaning qiymati va iqtisodiy samarasi, necha yilda qoplanish va moliyalashtirish manbalari haqida ham haligacha biron rasmiy axborot mavjud emas. Konteynerlar agar qarz hisobiga sotib olingan bo'lsa, hukumat muvofiqlashtiruvchi komissiyaning roziligini olganmi? Nega energetika sohasida barcha islohotlar qishga taqalib amalga oshirilmoqda? Nega O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2025-yil 16-iyunda bo'lib o'tgan yig'ilishda vazirlar tartib-intizomga vaqtida e'tibor bermagani uchun islohotlar ijrosi cho'zilib ketayotganini tanqid qilganidan keyin ham soha rahbarlari tegishli xulosalar chiqarmadi? 2026-yil 20-yanvardan O'zbekistonda metan zapravkalar faoliyatiga yana vaqtincha cheklov kiritildi. Ko'chma gaz konteynerlari qanday ishlaydi? Asosan qish oylarida gaz bosimi tushgan vaqtda konteynerlar to'ldirilib, vodiydagi 150 ta metan zapravkaga yuboriladi. Bir dona gaz tashish konteyneri 6000 kub metr gazga mo'ljallangan bo'lib, o'rtacha 300 ta yengil avtomobilga xizmat ko'rsata oladi. Bu taxminan bir sutkada 15000 tagacha avtomobilga gaz to'ldirish imkonini yaratadi. Ya'ni vodiydagi 450 ta metan zapravkaning talabini 3dan birini qoplay olishi kerak. Xitoy shirkatlaridan sotib olingan mazkur konteynerlar taxminan 40-50 million dollarga tushgani aytib kelinadi. Buni mas'ullar hozircha tasdiqlamagan va rad ham etmagan.